Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Har darsda 3 idiom sahifamizga xush keldinglar. Biz bugundan boshlab golland tilidagi idiomlarni sizlarga tunishtirish maqsadida bir yurish darsliklarni hozirladik. Oldidan, ya'ni idiom degan bu atalg'uning nima ekanligi haqida qisqacha tunishib o'taylik. Yani idiom har qanday tilda bor bo'lgan bir so'z birikmasi bo'ldi, ya'ni tilning muhim bir boyligi. Yani idiomninki lug'at ma'nosi o'zining ayrim turg'andagi ma'nolaridan boshqacharoq ma'no bildirgan, leksikalik ma'no va sintakslik bog'lanish jihatdan turaqlashgan so'z birikmalari idiom deyildi. Ya'ni ma'no jihatda o'zining ayrim turg'andagi ma'nolaridan birikib kelgan vaqtda boshqa ma'no bildirdi. Masalan, bizning tilimizda idiomlar intayin jiq, lekin idiomlar shunda birikib kelgan vaqtda o'zining ayrim turg'andagi ma'nolaridan boshqacharoq ma'no bildirganligi uchun tilni yangidan o'rganuvchilarga nisbatan tushunish tez bo'lgan bir xil turaqli birikmalardir. Shunga biz bu darsni tayyorladik. Masalan, bizning Uyg'ur tilimizdagi ko'zingga qarab mang, tishimga tegma, qo'rg'amni egma degandek shunday so'zlar idiomlarga misol. Ko'zingga qarab mang degani, ya'ni diqqat qilib mang. Yani ko'zning ichiga qarab mang'il bo'lmay, lekin diqqat qilib mang, tishimga tegma degani, achchig'imni keltirma degandek ma'nolarga buni Uyg'urcha hammanglar bilasizlar. Yani mush golland tili o'rganish jarayonida, yani golland tilidagi mushundaq ma'nodagi so'z birikmalari uchraganda, uni tushunish sal qiynalib qolamiz dastlabda o'rganuvchilar uchun. Shuning biz shu maqsadda shu qiyinchilikni hal qilish uchun bu darslarni tayyorladik. Har bir darsimizda 3 idiomni misollar bilan, ma'nosi bilan tushunib o'tamiz. Qanamsa bugungi darsimizni boshlaylik. Bugun o'rganadigan birinchi idiom on the hunt sein. Yani buningki ma'nosi, bu so'zlarni bir tarjima qilsak, on degan g'aqa gaka degandek ma'nosi va hunt degan qo'l. Yani qo'lga deb, lekin asli ma'nosi, yani bir ish olmaq, yuz bermak, yani itisi bo'rin. Masalan, what keke verdrietig, what is on the hunt? Yani siz bek g'amkin ko'rinasiz-ku, nemish bo'ldi? Yani what is on the hunt degan gap nemish bo'ldi, nemish yuz berdi degan ma'noda. Ikkinchi misol, kijk eens what in mensen, what zou on the hunt sein? Yani qarang, av yetki odamlarning jiqliqini nemish yuz bergandu va what zou on the hunt sein? Nima ish yuz bergandu va, yani ma'nosi bir ish bo'lmak, yuz bermak. İkinci idiom the hunt haben in. Yani hunt degan qo'l, haben bar bo'lmak, in bir narsaning ichida. Yani bir narsaning ichida qo'li bar bo'lmak, yani qo'l tiqmak, aralashmak degan ma'noda meyver ekan. Masalan, we have it gedaan, we have here on the hunt in gehad. Yani bu işte kimning qo'li bor, bu ishga kim aralashdi degan ma'noda. Üçüncü Outdrücking nichts on the hand haben. Yani nichts ish narsa yo'q degan ma'noda. Hand yani qo'l, haben bar bo'lmak. Yani qo'lida hech bir narsa bo'lmak. Yani demak jo'ni qo'li bekor qolmak. Yani vaqti bor bo'lmak, qo'li bekor qolmak deymiz-ku. Men qo'lim endi bekor bo'ldi deb. Yani bizning tilimizdagi dal ashta ma'noda. Mesela bir misal, ik ben klaar met mijn huiswerk. Verder heb ik niets om handen, dus ik kan wel met je meegaan. Yani men topshiriqimni ishlab bo'ldim, endi qo'lim bekor bo'ldi, shunga men siz bilan birga borsam bo'ladi. Yani ik heb niets om the hand desak, yani hozir qo'limda qiladigan hech qanday ish yo'q, hozir qo'lim bekor, hozir vaqtim bor degandek ma'noda. Yani bugün o'rganadigan 3 idiom shu. Ma'qullamsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.